Okalar, bugungi videoda sizlarga kamida 3000 dan 4000 gacha daromad topib keladigan joyi obzorini qilib bermoqchiman. Birinchi o'rinda joylashuvini tushuntirib qo'ya qoling. Mirzo Ulug'bek tumani Feruza ko'chasida bo'ladi. Severastokda joylashgan. Bu yoq tarafingiz shuni Diadoradan tushib ko'rish bo'lsa, bu yoq tarafingiz ginekologiya politsiyasi. Mana ko'rib turgan ikkita derazalar bo'ladi. Mana oldida ko'rishingiz mumkin. O'zini zaxvat joylari ham bor. Chiroyli qilib, stashki qilib arendaga bersalar bo'ladi. Endi budan avval uy sifatida foydalanishgan, endi bundan keyingi oladigan odam nijeloy помещение sifatida foydalansa bo'ladi. Ichkarini ko'rdik, shunaqangi sharoit qilinganki, oladigan odam bu yerda ikkiga bo'lib, ikkita arendaga joy qilsa bo'ladi. Bu degani foydalar 2x ga ko'payadi. Mana uyimizning ichkarisiga ham kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin, birinchi chap tarafdan boshlaymiz. Bu yerda bitta xona qilingan. Boyagi ko'rgan orqa tarafdagi derazalar mana shu taraf bo'ladi. Shunaqa mana oldida, bu yoqda ham o'zining ham bitta xonasi bor. Bu spalni xonasi bo'ladi. Mana shu ikkita joyi o'zini ham alohida arendaga bersanglar bo'ladi deb aytgan edim. Xo'p, endi uyimizning keyingi qismiga o'tamiz. Ichkari tarafdan ko'rinishi endi bu yerda oshxona sifatida foydalanishgan. To'riga o'tsanglar balkonda vanna ham qilib qo'yishgan. Bu yoq tarafda esa uyimizning mehmonxona qismi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, kattagina. Bu uyimizning orqa tarafdan ko'rinishi bo'ladi. Xo'p, bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, o'zini podol qismlarigacha qilib qo'yilgan. Bundan tashqari oldida kattagina zaxvat joylari bor. Sizlarga eng qulay tarafi podolning balandligi 3 metr bo'lar ekan. Bundan tashqari umumiy где-то bir 5-6 kvadrat metr tashkil qiladi. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari 160 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, albatta kelishadigan joylari bor. Va aytganimdek, arendaga bersanglar, pulni taxminan shu 2-3 yil ichida bemalol chiqazib olasizlar.